Barchamizga ma'lumki, bizga o'rmon hayvonlari ortidan bizga shoh bo'lib tanilgan sher hayvonlar bilan birgalikda yig'ilish o'tkazdirishga qaror qildi. Demak, kutib oling. Guldiroz olqishlaringiz sadosi ostida sahnaga sherni taklif etamiz. Hayvonlar bir kuni jam bo'ldi. Sherdan tortib tulkiga qadar. Eng birinchi bo'lib it keldi. Va so'ngida toshbaqa darbadar. Maymuni taklif qilmadilar ham. Uni hayvon bilmadilar ham. Maqtandilar rosa o'zaro. Kelib chiqdi go'shtdan mojaro. Ey yasha bo'ri, fonogrammani ham uyalmasdan xalqqa qarab aytyapsan-a? Endi sheragi sizga yetmaydi baribir. Qoyil. Bo'ri, sen bugundan boshlab meni zamimsan. Ana tulki bo'lsa bo'lmaydimi, zamingiz? Yo'q, ko'p joylarda o'zi zamlar tulki bo'lib ketyapti o'zi. Sheraka, rahmat. Men zamingiz bo'ldim-ku. Ha? Bir sovg'a beray sizga. Ber. Keling, chetroq chiqing. Nima sovg'a? Bo'rni tishi mana sheraka. Voh. Omad keltiradi-a? Omad keltiradi. O'zinikimi? Endi xotinimnikini bermayman, sheraka nima deyapsiz? Menga qara bo'ri. Vow, E'lon qilgin, hayvonlarni chaqirgin. bo'ldi, sherning e'loni. Men o'rmon qiroliman. Men o'rmon qiroliman. Menman. Mayli, sizsiz. Kim? O'z odobi bilan, O'z odobi bilan, xulqi bilan, yurish-turishi bilan meni mehrimni qozonsa, sherakani mehrini qozonsa, o'rmonni sentridan, o'rmonni markazidan, qo'yliqdan, mayli, qo'yliqdan 2 xonali uy beraman. 2 xonali uy beradi sheraka. Bo'lmasa uy ham bermayman. Hayvonlarni chaqir bitta. Birinchi bo'lib ayiq polvon kelyapti sheraka. Ayiq polvon. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ayiq polvon, yaxshimisan? Ari chaqdimi deyman. Tinchlikmi, nima gap? Ya'ni tirikchilik endi bilasiz, ikkita radomim bor edi, urib qaytganman. Menga qara, kecha ko'rinmading. Ya'ni kecha tog'am panda bor-ku, o'sha o'tib qoldi, o'shaning uchun kela olmadim kecha. Pandachilik. Bo'ri, ya'ni suv bo'yidagi uyini menga ber. Uni bera olmayman. U ichida tog'am yashayapti. U uyni olishim uchun tog'amni yeb qo'yishim kerak. Bo'pti, o'rmonligini ber. Uni ham ola olmayman. Nima? Unda xolam yashayapti. Uning uchun xolamni yeb qo'yishim kerak. Sen nima uy berish uchun faqat yeb qo'yishing kerakmi? Ha? Ehtiyot bo'lgan, uylanayotganda yeb qo'ymasang bo'ldi faqat. Bo'ldi. Ayiq, navbat kutib turgin, hozir hayvonlarni ko'ramiz, keyin uyda taqsimlaymiz. Bo'ptimi? Sheraka, kuchuk kelyapti, kuchuk. Itmi? It kelyapti. Ey! Sheraka, uzr, karatedan kelyapman-da. Assalomu alaykum. To'xta, karatedan keyin qo'lni yuvdingmi? Shu sizga sheraka olib qo'ying. Sovg'ani iti-yu, ha? Ha, bilasiz. Qo'yil. It birinchi oldim, aksi bo'layotgan ekan. It, tinchlikmi? Kecha kelin bilan seni o'rmonda ko'rib qolding? Ha? Urushib qoldingmi? Bir-birlaringga teskari qarab turibsizlar. Shuni eslatmay, siz bilan ham teskari bo'lib qolamiz. Shu odamlardan jahlim chiqadi, sheraka. Nimaga? Shu o'zini farzandi jahlini chiqarsa, itni bolasi deydi. Bittasini ham onasini tanimayman, o'liyagar. To'g'ri aytasan, bu gapga eshaklar ham baloga qolganlar. Uzr. Alo. Bo'pti. Xotinim pampers oling deydi. It, seni yaxshi ko'raman-da. Nimaga? Sen haqiqiy bog'bonsan. Qachon qarasa daraxtlarga suv quyib yurasan.
Ey, kecha katta yo'lda ko'rdim. Odamlar to'xtab, daraxt qolib, betonni sug'oryapti ya. Sher aka, kenguru kelyapti, kenguru. Kenguru? Ha, mana. Kelsin. Sher aka qochasiz, qochasiz. Yaxshimisan kenguru? Menda raqsing yomon opasniyda bor. Qaydan kelyapsan? Paxtadan. Qo'llaring qani? Boshqa shimimda qolib ketibdi. Hayitdan tarqagan, ha? Hay. Sher aka itingizga yetib qo'ying. Ha? Men Qizil chiroqdan o'tsam, mashinasiga o'tirib olib, syomka qilyapti. Sen kazyolishini qilibsan lekin, bori? Yana shunaqa ish qiladigan bo'lsa, karsliga beraveraman. Sher aka, Ha? aytgan mehmonlaringizni chaqirtirdik. O, bir tanishtirib qo'y bularni. Mana birinchi qatorga alligatorlarni o'tkazdik. O, xush kelibsizlar. Mana sal nariyoqda tovuslar o'zini sigirlari bilan kelgan. Mana bu yoq taraflarda otlar. Oh, Shu otlarga mazade. nimaga? Xotini ham otdi. A tepaga bo'lsa burgutlarni o'tkazdik. Ana, eshitayapsiz? Nimaga? Chunki bular ko'zi yaxshi ko'radi-da, o'zini ham yaxshi ko'radi. Mana shu burgutlar rasa opasnida. Nimaga? Mana shu alligatorlar birortasi shunda ketib qolsa bo'ldi. Shunday tushib keladi bu. Hujumga o'tadi deng. Hujumga o'tadi. Yaxshi, yaxshi. Sher aka, Ha? toshbaqalarni kecha chaqiruvdik. Bugun yetib keldi. Bularni bittasi 350 ga, bittasi 370 ga kirgan bular. Ha, to'xtanglar hozir, zo'r narsa qilamiz. Kim meni oldimga birinchi yetib kelsa, ikki xonali uy beraman. Tayyormisizlar? Starti ham bor ekan bularning. Tayyormisizlar? Toshbaqa. Ma'minsini laqabi chaqmoq bo'lsa kerak. Bularni yugurishini ko'rib borib, meni qishlog'imga kelayotgan gaz esimga tushib ketdi. Men bularni yugurishini ko'rib, bizning internetimiz esimga tushib ketdi. Itarmasdan yugur. Itarishga ham ulguribdi shu. Yo'limga chiqasan. Ha, nima qildi? Ha, bu Jahongir Otajonov fanati shunga. Ey, toshbaqalar, senlar shunaqa qilib sudralib yuraversang, men senlarni o'rmonda haydayman, ishdan haydayman. Nima ish qiladi o'zi bular? Hamma biladi, tez yordamda ishlaymiz. Oldin ham ishdan haydalgan bular. Oldin qayerda ishlagan? Bajarnida. Senlarga bitta zo'r ish bor. Xo'sh? Futbol o'ynashni bilasizlarmi? Ha, salpar bilan. Hujumda o'ynab beringlar, hujumda. O'zbekiston termasi demoqchimiz. Ha. Ular vobshe tez ekan ko'rdim. Ko'rdim, sizlar ham bir xil o'ynayapsiz. Xo'roz kelyapti, xo'roz. Voy, xo'roz bo'lib yuraveraylik, shaharga borib shakar yuqtirib qo'yib, xo'roz qand bo'lib qolishdan asrasin. Sher aka biratan mashina. Молодец. O, burullar bo'lib ketibsanmi? Olib qo'ying, Sher aka sovg'an olib qo'ying. O'ralgan 1000 so'mlik nima qilaman men? Zato ichida $100 narsa bor. Sher aka, shaharga bordim-u. Yo'q, gapir. Shahar tovuqlari boshqacha. Qanaqa ekan? Voy, diskotekaga bordim, endi tovuqlarni qo'yaverasiz. Voy. Turba turibdi, turban atrofida o'ynayapti. Ey Sher aka, bilasizmi shaharda ular nimadirkan? Nimadirkan? Grilldirkan. Bizani o'rmonda yo'qolgan 2-3 ta tovuqlar bor. Hamma shaharda grilllik qilib yuribdi. Eng yomonni aytaymi? Shaharliklar ularni soussiz yemayapti. Xo'roz, namicha maqtanasan?
Sizlardan bitta sariq xo'roz chiqibdi, yo xo'roz yo maki ajratolmayapti. Bizda unaqasi chiqmaydi. Xo'rozmi xo'roz, tovuqmi tovuq bo'ldi. Chiqibdi. Chiqmagan. Mana hozir mana chaqiramiz mana. Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Yo'qol. Sizlarga bu bizni tuxumdan emas. Bu palada tuxum. Qo'yil. Sher aka, men odamlarga xafaman. Nimaga xafasan? Mana ovchilar bor-ku. Xotinimni o'rmonda quvlagan. Bir to'xtab tur, shu narsani aytib qo'y, hurmatli odamlar. Hurmatli ovchilar, u narsa omad keltirganda hozir bo'ri kaptiyada yurgan bo'lar. O, sigir. Mashahot. Sigir keldi, sigir. Stolinglar. Rahmat. Stolinglar. Kechirasiz, razливный yo'qmi? Yaxshimisiz Mashaxon? Rahmat. Voy shu desanglar. Biznes boshlaganman. Juda yaxshi. Kuniga 30 litr, 40 litr sut beryapman. Lekin firmani nomi yo'q. Nima deb qo'yishni bilmayapman. Ana kechirasiz, anaqa sut sog'uvchi kerak emasmi? Sher aka maslahat bering, firmaning nomini nima qo'ysin? Maslahatim shu, Mashaxon sutlari deb qo'y. Voy, g'alati-yu. Mashaxon sutlari. Nimasi g'alati? Ana to'xtanozdan ham kalbasasi bor-ku. Voy Sher aka, shu ikki xonali uyim menga bering, bilasiz, tovuq 7 xazinali bir hisoblanadi. Sen xo'rozsan-ku? Zato tovuqlar bilan yashayman o'sha yerda. Ya menga qaranglar, ayol kishi turganda. Baqqilaysan? To'xtab tur. Menga qarang, menga bering Sher aka bolalarim rosa. Hech qanaqa it vafodor bo'ladi, bilasiz? It vafodor bo'ladi. Ayrilgan ayiq yer deydi-yu. Bo'lingani Menga bo'ri yer bering shuni Sher Uyini aka. bering menga. Sher aka menga bering, tovuq. Stop. Namicha uy talashasanlar, odamlarga o'xshab. Biz axir hayvonmiz. Hech qaysi hayvon o'z ota-onasini qariyalar uyiga olib bormaydi. Hech qaysi hayvon o'zini bolasini olib borib mehribonlik uyiga tashamaydi. Hech qaysi hayvon do'stlikni sotmaydi. Hech qaysi hayvon, ayniqsa erkak hayvonlar bor-ku, g'iybat qilmaydi-da endi. Hayvongarchilik hayvonlarga xos. Ilohim oramizdan odamgarchilik yo'qolmasin.